kiyganinglardan keyin qizilajonlar mana shunaqa qilib chiroyli qilib viqorni yurishinglarga to'g'ri keladi. Xadicha brend optim do'konida yana yangi kolleksiyalar. Qizilajonlar oldilari polniy tugmachada, bular рабочий, eteklari qo'sh etek qilib ishlangan. Yenglardagi, yoqalardagi ukrasheniyalarga o'zingizlar bitta baho beringlar. Plus belida belbog'i bor. Belbog'ini boylamasdan kiysanglar ham eninglarda juda ham chiroyli turadi. Yonlarida рабочий karmanlari ham bor. Sifatga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hamma qizlarimizning qomatiga idealni tushadi. Matosi esa italyanskiy batis qizlarjonlar. Hozirgi havoga maza qilib kiyib yursanglar bo'ladi. Eninglarda bor yo'qligini umuman sezmaysizlar. Sizlar uchun rasvetkalarni eng so'nggi trenddagi 4 xil rasvetkada chiqazib qo'yganmiz. Mana bu korichlivini go'zalligini qaranglar. Bemalol dugoninglar bilan ko'chaga chiqsanglar, kiyib olsanglar bo'ladi. Bunisini esa xo'jayininglar bilan ko'chaga chiqqaninglarda, mana buni to'yga kiysanglar, eninglarda yondirib yuboradi-yu, qorasini gapirmasam ham bo'ladi. O'zingizlar kommentariyaga yozib orasizlar. Razmerlarga keladigan bo'lsak, 46 dan 58 gacha har doimgidek dastavkalarimizni ishlayapti. Bemalol do'konimizga kelib, kiyib ko'rib, xarid qilib olib ketsanglar ham bo'ladi. Qizlarjonlar, bular hammasi sizlar uchun. Balshmerka kiyayotganlar ham kelinglar, uyalmasdan kelaveringlar. Ayniqsa optimchilar, sizlar uchun narxlarni ham cho'tki qilib beramiz. Narxini ham mayli sizlar uchun aytib o'taman. 250 mingdan optimchilar sizlar bilan alohida gaplashamiz. Kelaveringlar, barchalarni Xadicha brend optim do'konida kutib qolamiz.